Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Karistanni 12-iyun holatiga Namangan viloyat Pop tumanidan ko'rsatmoqchimiz. Mana bu yerda Bunyodbek o'zlari yechtirganlar Karistan to'g'risida. Karistanni urug'ni o'zingizdan olganmiz. Mana 1-may kuni ko'chatlarni yerga o'tkazganmiz. 1-mayda 1-aprel kuni ko'chatlarni yerga o'tkazganmiz. Mana yaqinlashib qoldi. Har bitta tupida ikkitadan hosildi. Mana qiynalmasdan yetishtiryapti-da. Aha. O'tgan yil ham ekkanmiz, bilasiz, hosildorligi, mazasi bo'yicha menimcha hozir O'zbekistonda mavjud gibridlardan eng yaxshilaridan bittasi. Oldingi o'rinlarda turgan gibridlardan. Hozir O'zbekiston bozorini egallayotgan gibrid mana shu Karistan'da endi. Shu Karistan to'g'risida mana palaklar to'g'risida nima deya olasiz? Mana palaklarni ko'rib turibmiz. Baquvvat, barglari yirik, mevasini shunda yopib turadi, quyosh nurlaridan, hamma narsalardan himoyalanib turadi. Ya'ni tagida bilinmaydi misol mevasi. Shu barglari katta, palaklari yaxshi o'sganligidan mevasi borligi bilinmaydi, lekin har bittasi tagida mana har bittasi ikkitadan bor mevalari demoqchi. Haqiqatan hozir ko'rsak mana umuman tarz ko'rinmayapti. Lekin mana aytganingizdek oldingizda mana nechta? Mana shu yerda ikkita. Mana ikkita. Bu ham ikkita. Ikkita. Bunisi ham ikkitadan qilgan. Bu yerda ham mana ikkita sirali. Hammasi palagin tagida yotibdi tarvuzlar. Ikkitadan demak solgan. Demak juda ham serhosil. O'tgan yil ham ekkansiz, o'tgan yil ham hosilni ko'rgansiz. Mana bu yilgi zo'r bo'lgan, holatda ham sotilgan, birinchilardan pishirib zo'r narxga sotgan. Karistan tavsiya qilsangiz bo'ladimi? Hammaga tavsiya qilamiz. Palagi demak sizlarga juda ham ma'qulligi palagi, to'g'rimi? Eng qiyin sharoitlar bu popda o'sha dasht zonalari, mana o'z ko'rib tursiz, adirlarda etagi dasht atirli zona. Qiradir zonalari, lekin toshloq shunday yerlarda yaxshi natijalarni ko'rsatadi. Mayli, siz ham Karistanni ekinglar, mana har xil demak viloyatlarda ko'rsatib bormoqdamiz. Karistanni dehqonlar hamma joyda mamnun bo'lib yetishtirishga boshqalarga ham tavsiya berib borishmoqda. Singenta kanalini kuzatib boring. Biz sizlarga yangiliklar to'g'risida ma'lumotlar beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga ham katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.